Xudo xolasa vatanimizga oltin medalni olib borish nasib qildi. Mana 45-54 yoshliklarda o'rtasida 85 kilolik, 70 plus 75 kiloliklar ichida birinchi o'rinni olish nasib etdi. Taqdiri azal ekan. Avvalo to'g'risi birinchi o'rinni olish uchun onamga va'da qilib bergandim. Onajon birinchi o'rinni olaman. Mana nasib qildi. Bizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan. Bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq tursa, Mendirman o'sha. kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq